Masal qizim buvsini erkak qizi. Ojon, nimaga Mahmudlar bardak bo'lib yotibdi? Nimaga yig'ishtirilmagan uni keliningiz qani? Bemani o'siniz, mazam yo'q deb yotib olgandir-de. Madina, Bo'pti ojon, men kiyinib ishga ketdim. Labbi oyijon. menga qarang, darrov yotib olmasdan ichgan choyingizni yig'ishtirib qo'ymaysizmi? Oyijon, yig'ishtirib idishlarni ham yuvib qo'ygan edim. Opajonni bolalari yana yoyishgandir-da. O'siniz bolalarini gapirmay, xuddi paqillatib tug'ib qo'ygandek. Gap qaytarmay yig'ishtiring. Assalomu alaykum ojon. Ishda rosa charchab ketdim-e. Voy bodajonim, yaxshi keldingizmi? Keling, hozir o'siniz ovqat suzadi. Qizim, ertaga gapga bormoqchi edim. Pul berib tura olmaysizmi? Voy ojon, ertaga kartangizni tashlab qo'yaman. Anamga deyim, bitta shirinlik pishirib yuborsin. Ha, hop, siz xonangizga kirib dam olib turavering. Hozir o'siniz pishirib yuboradi. Kunduz kuni svet o'chirsangiz bo'lmaydimi? Pardani ochib qo'ysangiz bo'ladi-ku, yoriq qilib. Oyijon, spalniku qanaqa qilib ochib qo'yaman pardani? O'chiring ovozingizni, menga tilingizni besh qarish qilmang. Kechgacha g'imillab yuravermasdan o'zingizga o'xshab ishlab pul topsangiz bo'lmaydimi? Ha, Osinjon, charchab qolmadingizmi? Sizga ham hayronman. Har kuni gap eshitib xizmatkor bo'lish joyingizga tegmadimi? Undan ko'ra akajondan so'rang, bitta tuzurashga olib kirib qo'yaman, hapsi. Yaxshi bo'lardi opajon, ishdan kesilib so'rab ko'raman. Adasi, sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Ishga kirsam maylimi? Ha, nimaga ishlamoqchisan? Oyim bilan o'zining gapiryaptimi? Voy, yo'q, adasi, nimaga unaqa deysiz? Oyijon bilan opajon hech ham gapirishayotgani yo'q. Oyijon nabot menga har doim uy ishlarida yordam beradilar. Opajonim hech ham minnat qilmaydilar ishlayotganlarni. Shunchaki uyda o'tirib zerikib qolyotgandim. Shunga ishlamoqchi edim, adasi, jahlingiz chiqmasin. Hammasi yaxshi bo'lsa nima qilasan ishlab? Undan ko'ra kitob o'qi, nimadir o'rgan. Menga lekin ishlayman demagan. Xo'p, mayli. Voy bechora kelinim, shuncha urusaman meni yomonlama-ya. Bechora nima qilsin? Uyda o'tirib ishlarni qilib, er ishlatmasa nima qilsin? Voy baraka topsin, tan joni sog' bo'lsin.